Masjidda barchani barobar bo'lishligi. Masjidda barcha namozxonlar barobar hisoblanadi. Kim avvalgi safga avvalroq kelib o'tirgan bo'lsa, u bunga haqli bo'ladi. Faqatgina ulamolar, hurmatli va yoshi ulug' kishilarga joy berishlik bu ham shariatimizning odobi hisoblanadi. Aslida shu oldindagi joy kimniki desa, kim kelib o'tirgan bo'lsa o'shaniki. Ba'zi masjidlarda guvohi bo'lamizki, ba'zi insonlar bir joyni o'zir makoniday qilib oladi. Chiqib kelsa, birov o'tirgan bo'lsa, haligini turg'izib o'tiradi. Bu meni joyim deb qo'yadi. Masjid hammani joyi. Balki kim birinchi kelib o'tirsa, o'shani joyi. Endi lekin dinimizda kattalarni ulug'lash, hurmat izzat qilish ham dinni ko'rsatmasi. Ana bu o'rinlarda bir ulamolar kelganda, bir olim zotlar, mehmonlar, yoshi ulug'lar kelganda, albatta o'sha oldinga kelib o'tirgan yoshlarimiz o'rinlarini bo'shatib joy beradigan bo'lsalar, bu ham shariatimizning ko'rsatmasi hisoblanadi. Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi. Qarang, hech bir kishi boshqa bir odamni o'tirgan joyidan turg'izib olib, summa yajlisu fihi, o'zunga o'tirib olmasin dedilar. Walakin tafassahu va tawassa'u. Balki bir-biringizga joy bering, kenglik qiling dedilar payg'ambar alayhisalom. Qarang, imkon boricha nima qilishimiz kerak? Birov kelganda imkon qadar joy berishimiz kerak. Imkon qadar. Ana shunga binoan biror bir kishi masjidda o'ziga xos joy belgilab olishligi shar'an joiz emas. Shuningdek, masjiddagi xatti harakatlarda ham jamoatdan o'zini farqli tutish ham joiz emas. Misol uchun odamlar o'tirib olganda kimdir tik turib olishligi yoki boshqalar sunnat namoz o'qiyotganda o'tirib ba'zilar o'zi tasbih qilishligi, ya'ni o'zgalardan bir ajralib turishga harakat qilishi ham bu odobsizlik hisoblanadi. Shu jamoat bilan har bir amallarni birga ado etishlik bu o'sha masjidning eng go'zal odob axloqiga kirar ekan. Imkoni boricha o'sha namozdan keyin zikrlar qilinadimi? Shu zikrlarni ham birgalikda ado etishga. Endi kimnidir zarurati bo'ladi. Zarurati bo'lgan insonlarga uzrli. Lekin ba'zida guvohi bo'lamiz, o'sha 3-4 daqiqali zikrga ko'p yoshlar ayniqsa yugurib chiqib ketganini guvohi bo'lamiz. Yo'q, balki ibodatni mag'zi duo. O'sha duolarda, ey Robbim, ibodatimdagi kamchiliklarni o'zing mag'firat qilgin deb duo qilamiz. Ana shu duolar bilan, o'sha sunnat namozlar bilan farz namozdagi ba'zi kamchilik xatolarimiz nima qilinar ekan? Mag'firat qilinar ekan. Ana shuning uchun demak, ibodatni imkon qadar jamoat bilan birga ado etishlik maqsadga muvofiq hisoblanar ekan.